Topda o'ynamalaring uyda. Nima hamyo bardak? Kel kızım. Oynayalım mı? Ayakkabı çıkartalım. Menga qara, uy nima bardak? Nima ahvol bu? Voy, assalomu alaykum adasi. Keling, yaxshi keldingizmi? Qachon bir normalni kutib olasan, ering. Turishingni qarab, bir ahvol. Bechoramisan, ha? Men seni eringmanmi, Sevar? O'zingga qarab, bir kiyinib, atirlarni sepib, asal bo'lib kutib ol. Men seni boshqa yerdan sevib qolay, iltimos. Yog'larni hid kiyotib ustingda. Sal o'zingga qarang, ha, iltimos sendan. Assalomu alaykum adasi. Yaxshi keldingizmi? Mana men siz aytgandek o'zimga qarab, yasanib, atirlarimni sepib, sizni kutib o'tiribman. Qani, yarashib qo'ynagim? Bo'lar ekan-ku. Yomon kiyotdim. Seni holatingni ko'rib, yaxshi bo'lib qoldim. O'tir. Adasi, uylanib o'tganiga ahamiyat bermay, hozir tezda turib hamma joy yig'ib chiqaman. To'xta. Uyga o'zimiz birgalikda yig'ishtiramiz. Faqat ozgina qaraysan-da, to'ymayman. Ko'zlarim qonib ketyapti onasi. Senam seni birinchi ko'rganimda sevib qolganimni aytdim. O'sha kun esimga tushib ketdi. Tez kiyimlaringni almashtirib chiq, tujoga boramiz. Qayerga? Sen yaxshi ko'rgan restoranga boramiz. Ha, buncha yaxshi. Masa ovqatlanamiz. Ha, tez chiqaman. Bolalarni ham kiyintir. Hurmatli erkaklar, bizning uyda kutib oladigan ayollarimizni har qanday vaziyatda to'g'ri tushunaylik, ularni qo'llab-quvvatlaylik, yordam beraylik, bor mehrimizni ayamaylik. O'shanda biz xohlagan mehrni ulardan olamiz. Adasi, o'tiraverman. Ketdikmi? Ketdik. Hurmatli dugonajonlar, eringlarni shunaqa kutib olinglarki, sizlarni har kuni ko'rganida boshqa tasir etmasin.